Assalomu alaykum, ekran oldidagi aziz ko'rganlar. Sizlar uchun xizmat qilishni o'zimizning baxti, ta'li, xushallig'i deb bilib kelayotgan sirdosh do'stingizlar Xadicha Uyg'urdan hammangizlarga mehr-muhabbatlik salom. UN TV'ning universal kanali orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimizdan to'liq xushalmiz. Muhaciratda nurg'ulg'an ayollar o'zlarining kuchiga tayinib, kichik ishni kichik ko'rmay, oddiy ishni oddiy ko'rmay, ruhini sundirmay, har qanday jafo mushaqqatlarni yengib, o'z turmushini qamdab kelyotdi. Shu ayollarning qatorida mehnatkash, emgakchan, jafokash bo'lgan Dildona xonimni bugungi suhbatimizga taklif qildik. Assalomu alaykum Dildona xonim, suhbatimizga xush keldingiz. Va alaykum assalom, xush bo'ldik Xadicha xonim. Bugün biz muş programımız orqali sizga o'xshash mehnatkash ayollarni muhaciratdagi barliq qarindoshlarımızga tunishtirib, sizlardan bir o'liga ruh olgan asosda ilhom bo'lamdikin degan maqsadda bu suhbatni o'rinlashtirdik. Vaqtingizni chiqarib kelib kelganligingizdan xush bo'ldik. Endi suhbatimizni boshlab ketsak, Dildona ocha, Turkiyaga qachon keldingiz? Menga 4 yildak bo'ldi Turkiyada yashayotgani. Hozir turayotgan uyingizni setib olganmi yoki ijaraga olganmi? Ya ijaralık uy. Qancha balangiz bor? Balam bir yeğen qizim bor, bir singilchig'imiz bor. 4'imiz turibmiz. 4 odam turyapsizlar billa. Demak, siz mush 4 odamning turmushini qamdash uchun bu yerdan nima ishlar bilan shug'ullandingiz? Bu 4 yil jarayonida başta yangi kelgan chog'da biroz tengirqab qoldik. Bu bir başqa bir davlat bo'lganligi uchun qayerdan qanday boshlashimizni bilmay. Ondan keyin shu o'zimniki kasbiy sog'liqni asliga keltirib sog'lomlik ishi. Bu yerga kelgandan keyin u ishlarimni qilmoqchi bo'lib plan qilganda, uningga ozroq vaqt, mablag' biroz zo'r ketadigan bo'lganligi uchun shuningga men endi hozir hayotliq kechirishimdi turmushni nima qilish uchun. Udulliq turmush kechirishga ehtiyoj bo'lgan. Shuningga shuni qilish uchun endi shu uylarda aplarimiz qilgan ishlarni ko'rib cho'ng bo'lgandan keyin shu pishiriq ishiga, tatliq ishiga, shuni bir qilib boqaylik deb shu uylarda shuni qilib, ana keyin bir shu bizniki Uyg'urlik oshxonalarimiz bor. Shularga apirib, işte bir tezgah shu yerda shundoq setish qilib boshlab boqdik. Endi qanday bo'ldi buniki ishini biz bilmagandan keyin bu yerda endi Uyg'urlar qanchalik bor, qanchalik yo'q, demak u yemak shu bizning Uyg'urlarning yemakligi. İşte bo'lgandan keyin uni shundoq boshlab boqdik. Desak, boshlasak bu yaxshi bir nimaga erishdi endi bozorga. Oldin uyda qildik, uyda qilib shu bizningki Uyg'urlarimizningki oshxonalardan tezgah elib, shu yerlarda setish ilib bordik. Undan keyin shu yerga biroz ijara to'lab, andan keyin shu yerga yo'tkilib endi oshxonagami? Ha, yer ostida pishirishni shu yerda qildik. Andan keyin setishni yuqorisida qilib ekan. Shu jarayonda shu ishlar bilan shug'ullanish jarayonida endi yer ostida ishlab, atiganda kirib kelsak, shu kechda biroq qorong'i bo'lgan joyda chiqatdik-da endi. Shunda shundaq xizmatda turdik. Degandan kechgacha kun ko'may ishlab ketdingiz degan. Qanday kunduzni ko'maymiz bizda. Qolsa yetishmaslik bo'lib qolmadingizmi? Bo'ldik endi u yer osti bo'lgandan keyin u tabiiy bo'ladi ekanmiz, asta-asta u nima qilgan ekan. Endi kalsiy yetishmaslik bo'limiz, ham kasalmi bo'limiz kancha-muncha, biroq ularni to'liqlab shu yengimizda ularni maslab qo'ysak. Bu kasallik degan keladi, ya'ni biz uni yengishga nima qilamiz? Uning uchun endi shu masalan bizning ko'naklarni degandek uni naydi uzun qaynasa lekin masalan ma'lum narsalar bilan paydalı narsalarımız var. Bizningki milliy tibobatni shular qo'shib qaynatib uzun vaqt nima qilsa, kalsiy to'liqlashimiz yuqori bo'ldi ekan. Shularni nima qilib, endi uni bir yoqdan ishlab, bir yoqdan o'zingizni davolab degandek ishlab ketdingizda. Sog'lig'imiz kerak endi, pulmi kerak. Shu ko'pincha Allohda biz shu sog'lomligimizni sarf qilib pul tepib, keyin pulimizni sarf qilib sog'lomligimizni
qo'g'laydi ekanmiz. Ashtaqkan bu jahon shu. Ashtaq bo'ldi shu. Shundan keyin ondan asta-asta shu o'zimizniki bir ayrim bir joyimizni qilishni o'yladik. U yerda biz nayti qarshilashga uchirdik yemekliklarda. Shundan uni endi tatlı bo'lgan ekan, u biz qilayotgan yerlar oshxona bo'lganligi uchun ashtamoq bilan birga nima qilgan ekan, o'sha yerga endi xaridorlarimiz shu tatlılarni yegash, endi bunda choy pay ichib o'tiradigan ishlar bo'lsa degan taklif fikrlar keldi. Ana lekin masalan to'y-to'kinlar bo'lsa, endi uni shunday yasab beradigan, masalan, patnoslarni yasaydigan ishlar bor. Ashta ishlari kerak bo'ldi. Undan joy biroz nima endi kichik kelganda his qildingizlar. Shuningga bir ayrim bir joyni qurishni endi o'yladik. Shu undan keyin bizniki bir shu nimadan tortib, vatandan tortib biz bir do'stlarimiz bor, o'zimiz endi yaxshi aralashib tunishadigan bilishadigan. Shu do'stlarimiz bilan maslahat qilishib, shu sheriklashib ochilyapti bu joy. Biraz çoğunrak banki məbləğ biraz. Məbləğ ketidi. Həmmimizin qolda onda yeterlik məbləğmi yox. Boğanlıq üçün şunqa o dostlarımız bilan birləşib bir joyni tutduq. Əndin Nuzugum çayxanası deb açdıq. Əndi Nuzugumni tanlashdagi sabab, əndi Nuzugum bizningki bir qahramon onamiz endi. Masalanga Nuzugum deganni qandaq yerda anglasa bir Uyg'urga vakillik qiladi degan. Simoli bo'ladi, Uyg'urga vakillik qildi degan bir xiyolimiz bilan endi dunyoning Amerika bizning bu pishiriq hisobda Uyg'ur kulturiga kirdi emasmi? U masalan Nuzugum degan shu kulturni tanitish degan bir nimada mavzu boshlandi. Endi Nuzugum kiyim-kechaklar bor. Bu bizning Uyg'ur kiyim-kechaklarimizni tanitishni asos qilgan Nuzugum do'kondagi kultur. Masalan, o'zimizning kulturi bo'lganligi uchun shuningga buni biz ashtaq o'yladik hamda endi bizning shuningga bir hassimiz qo'shildi ekan qanday bo'lsa deb dunyoning har qaysi joylarda shu bir nom bilan tonilsa texim tez tonildi ekan. Hammamiz albatta masalan shu joyda boshqa marka tanlasak tanlaydi markalar. Endi biroqda endi choyxonaning ismini shuning qo'yishni endi to'g'ri. Yana birisiga Uyg'urdan eshitdim tonildi. Masalan, boshqa millatlarmi Nuzugum deb olsa, xuddi bir xil Uyg'urga vakillik qilgan bir markadaklam tonildi-da bu yerda. Shu bir marka bilan tonilsa tez tonildi deb o'yladik hamda. Shunda bir paras qilib. Shuningga o Nuzugum deb nom bilan choyxona ochdik. Allohninki barakati bilan o choyxonamizni shunday yaxshi bo'ldi ya. Ingiz nashtilik chiqardingizlar, atgan choylarni qilib degandek. Ishkanlar xeli xush bo'ldi ya. Kendi nima Petermantingizdan bek o'xshaydi. Biz jildining nepizligidan ichidagi kakao ko'rinib turdi. Go'sh qancha, kavuz qancha sanig'il bo'ldi-chi. Shu. Uning kashi jildlarini qo'lda ochib, biz endi shu o'zimizniki shu uyda qilgandek, endi bozorniki nimasi emas, uyda qilgandek shuna ko'ngil qo'yib qoldik. Ashta qildingizmi? Bir kirsa damgaylik oila mehri berdi sizga yedichi, sizlarning muomalaningizdan xushxo'yligi, etgan joy ichining muhit, kichik bo'lsa shundaq illiq. Balki mushtabda nurg'ulg'an ko'gichi ekrani oldidagi do'stlar sizlarning o'sha gap shu Nuzugum choyxonasida choy ichganlar bor bo'lishi mumkin, tomoq yeganlar bor bo'lishi mumkin. Asha hozir chuqum ko'z oldiga akayotdi degan. Ashundoq bir yer demsa shunda bir mehri issiq bir yer degan o'ylayotdi chuqum. Shu shunday qilish jarayonida keyin asta-asta mushalik alayda tamoqlarni uchun masalan kavmanta deganlarni ham yer chiqarib bo'lmaydi. Haqda yaxshi ko'rdik. Men o'zim yaxshi ko'rmayman. Shunday qilgan shu uyninki taomlarini chiqardik qancha qo'shimcha. Shuningda shunday yaxshi bo'ldi. Endi bu tariqada endi hozirgacha mana shu 3-yilga qadam qo'ydim, ya'ni oshxonamizda. Shunday qilib shu jahondachilik qilib keldik. Yani siz iliqi bir qitim maşaqqa Nuzugum do'konninki keyinda bir mezgil pishiriq pishirgan vaqtingizlarda iliq sizning jiq narsani to'plab, yasab, qurashtirib bir ishlarni qilayotganingiz ko'rgandim. Shu ishlarni qo'l ishini ham qo'shimcha qildingizlar shundaq-ku. Shu masalan mani ishidiki. Mushu ashmini birinchi qitim ko'rganim. Qarsam maya ayrimkan, manas ayrimkan, mushlan degan duxovun shunda apchil yasab, malani apchil yasab, mushunda qisas qo'lingiz shu qadar apchil chivarki, xudo apingiz qo'lingizni mushnaq narsani yasash uchun tuqqandeklar. Mushda qarab qolganman shu vaqtda. Mushlarni qildingiz, yasadik. Bu chu bo'la.
Buni şu işinin aldığı asıdığan hem de ma Türklernikide mi bakken hem de başkaçarak kılıp ma şu ağamçını biraz bunun size özgerçiş kirgizip özgeçerek bir nima size ama hoş geldiniz muşunu elip özem kestim muş xatlarını mı xatni izilip muş xatni kesip muş kılıp hem de bir xil güzellik nasiga zaten hem de özünüzde şu bir intiliş icatçılık bada mandaqlar kichiklarni qilib qo'ydi masalan ballanisi bor yatak öyleriga ballan yatak öyleriga kök bayrakni ha aştaq kerasma kök rangga ma ay yıldız keras aşan simavul kerakdan qarsız işte mane endi mundaqliq chiroqniki o'chiradigan yerlar bor shundoq yalak asidaganda men mushtaq bir narsalarni o'ylab mushtaq qilib yasab nim qildim bularni bulan bazaqsa qo'ydingiz o'nkaydi mani nim qilib qoldi buni siz shu bek jiq akab nurulg'a ayollarga shu ishtippadingiz mush orqali bu qandaq nima bir tushuntirasiz bu jingnilik qanaqaligi masalan saypolan ishlasizmi bizmi nurg'un jingni ishda ayollar shu jinglarimiz jutib ketadi shu majdim mushdan sanjib qo'ygan jingnilik buni bir qarindoshlarimiz bizga ular shu mush ishni qildam nima shundan shu mushini ham mana mandaq ayrim buni ko'rsatay buni ichida paxtimi bor masalan mandaqmi bor degan bulutmi bor mush nimani kesib mush bilan narsalarni rahni ayrim bulutlarni ayrim paxtasini ayrim ekib berdi rahni mushta turib mush ichiga silib qo'lda ishlaydi buni ama shunday bir narsani tikizdik hamda o'zimizmi tikdik hamda mush qarindoshlarga uyda o'tirayotgan masalan o'zi sirtqa chiqib ishlamaydigan bolalar bor ashtaqlarga anadan ish berdik hamdan shu ish berish jarayonida ularmi garchi biroz qo'l tutdi pulimi bek yuqori emas biroq har holda qancha buning bir donasining bir dansı 20 kuruşdan 20 kuruşdan şu tikçilerge aşınaq nim qilib ular mesela şu o'ltirib endi ballarını oxultib qo'yib kashlarda mesela tikib qalsın bir kunda bir 200 dakni tikalaydi ekan shundan tirishqanlar mesela bazı yo'ldoshlari yordamish berdi ba'zida uyda bir 2-3 bola bo'lsa mani mundaq bir yapaqdan chiqib beradi 500-600 nim akildi qara ha mundada shunda bo'lgandan keyin biroz pul tama ko'l bularda oz bo'lsin yig'ilib qoldi u bek xo'sh bo'ldi uning uchunmi bizmi endi bu uchun bunda qarang masalan bir kunda 200 ni qila oldi dedik 20 kuruşdan bo'lsa 40 lira degan gap biz buni 40 lira deb tushunsak bo'lmaydi bir öyünün bir aylık su pulu belki 40 lira buluş mümkün. Bazen adam sancık 60 lira buluş mümkün. Mesela 40 lira da boyulsak. Ben bir gün işlep bir ay su pulunu tapdım. Bir aylık su pulunu tapdım dese ben 2 gün işlep bir aylık toh pulunu tapdım. Ben falan gün işlep bir aylık gaz pulunu tapdım. Mundaq oylasa adam özüne bir tanesi 20 kuruş 40 lira işleptim ama emez. Yo'q men bir aylık suyumdan, bir aylık gazdan, bir aylık to'q pulum tapdım desa, adam shunda jiq ish qilgandek o'zi ilhom oldi-chu. Yana buningdan boshqa ishlarni qildingizlarmi, yo ushaq ishlarni? Ballarniki mundaq chash qisquchlari bor. Ularni shu qaplaydigancha daha ashtaq ishlarni qildik. Yana qo'l hunar ishlar jiqdan. Demak siz shu ishlarni mau Türk zavodlarına berip ekilsiz. Onu kendin özünüzden ki şu yarastı kuysuzluğu ile pişirixanının yarastı kuysuz. Onu kendi başlığa kiloda olarak iş verirsiz, ola ekip, ekegenden onu koldan tapşırıp alsız, ayak ötküzüp olanın maaşını ekepirsiz. Demek muş jarayonlarda siz nurgulgan ayollarning iş qilish uchun siz ecir qildingiz. Shunda qo'y. Özünüzün höydesinden çıkıp yana nurgulgan ayollar iş deb berdingiz. Hem muş jarayonlarda muş ishlarni bir xil xo'shallik bilan qilsiz bir ish hunar qilgan vaqtingiz kaltingiz qarab men hayron qolmay xo'shallik bilan qilsiz undan keyin sizga bir yalan sirlash hunaringizmi bor deyman u hunarim bor qanday siz bir kuni shu pishirxona oldidan o'tib ketyapsam bir ishkopni sirlab o'tibsiz bir yerlarga oxirang berib uningda ko'pib chiqqan yerlarga o'ltiranglarni berib qilib ekansiz hiliqi ishkop Məylik bək həvəs qıb körkətdim aldığa keyniga ütüb xuddiylik qədimi bir işkaplar var qimmat buluq ilə biz burun Yevropa pason deb ketdik aşta tuyğuda çıxıb dikendik demək aşta işlərim bək epiniz var sizin ha şu güzellik nimamga yaxshi o'xshaydi güzel göz qarışınız şu sirlash narsalarni endi
Öy köşken şu yerge şuradan bir şkapını köydüm. O şkapның şekli şu siz degende da Avrupa pasında çıraylık kendi gün takışları. Diğer rengi şu qiyniq rengken, karışnavay. Şunu bir ak bir ne qısam degen nima bilan asli aqlı qilib qo'ymoqdim. Şu aqni sirlab şu aqdan o hissiyat kelib şu bilan uni gullarni munda qilib oltiranglar berib liqibak chiroyli qilib siz Şu öylanimi endi menda o'zim qilgancha qildim endi-chi. Lekin o jihatlarni ish qilib biraz epim baka. Öyning ichiga mana bir loyihalarni qo'shdingiz-da. Qo'shdim endi. Ma ishlarni endi azroq bir gapni qo'shib qo'ygim keldi. Ma ishlarni karxanalardami o'qishdik, deyishdik. Ma jurnalistning ishini bizniki bir shu Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zlari turklarga boshqalarga qildirdi ekan turchu. Shu bizning Uyg'ur xonimlar, Uyg'urligimiz qilsin. Az bo'lsinmi, az ko'misi tama ko'l bo'lsin. Shunda qilsin deb shu bir ikki qarindoshimiz botdi. Shular akagan oldimizga. Ma mushni ham boshqalarni turk karxanchilardan oldingizda mushni Uyg'ur karxanchilar akibadi. Shu balalarning chashqis qush deganlarni shu ish qilib Allah razı bo'lsin ulardanmi shu Uyg'urlarimizni o'zining millatini o'ylab ekeldi. Boshqalarmi endi rost gapni qilganchada boshqa millatlar azroq arzon ishlaydi ekan buni-chi. Men surishtirdim keyin shu bizga yana yuqoriroq. Demak, ular o'zlarining foydasini kichib, foydani sizga o'tinib bergan gap, shundaymi? Shunda qilib shu millat uchun nima qildi? Shu Allah razı bo'lsin ulardan. Vajdi men ularga bir ko'nglimni zarqa bilishni to'g'ri topdim. Bugungi ekran orqali ularga rahmatingizni bildirib olmoqchiman. Allah razı bo'lsin qilganlaridan. Uyg'urni qo'llagan, Uyg'urni yo'lagan, Uyg'ur uchun qimmat yaratimiz deb tirishayotgan dunyoning har qanday yeridagi bulung-pushqig'idagi barliq Uyg'ur suyar, millat suyar Uyg'urlarimizdan Allah razı bo'lsin, ularning qilgan ishlariga Alloh barkat bersin. Endi qarang bizning suhbatimizdanki menda bir tartib borchi, o'tirda asbasında bir shaxsiy hayotlaringizni so'rab qo'yamiz. Ayollarning heshini so'rash odatda bek yaxshi bo'lmasimi? Men to'g'ri so'ramadim. Ham so'rayman. Asli so'ramaydim. So'raydiganingizni bilgach debman. Shu so'rash yaxshi emasdi, shuni so'ramay o'tib ketaymi deb bo'g'ichilik siz demayman deganligingiz uchun endi so'rayman. Heshingiz qanchadir? Qanchalikdir siz debman. Men o siznem de iştimi bilmeyli Dildana aca cevap demenden şunu qırğanda şu menden bir 2 yaşlar çoğmukin dep oylayman 49 50 girdiniz mi? Ha. Onda bo'ldi. 3 yaş barak qildik emizden Dildana deyçi. Ha, şu dost bo'llar. Ha, Dildana. Onda xulsa Dildana. Siz 5 a'zoyingizning ichidan qaysi a'zoyingizni eng yaxshi ko'rsiz? Məxsus əzanı demdim. Yax köp talısınızı buldum. Taqtallaşı. Birisini de talısam oylamatım hazır ki. Qaysları közümü, görüşüm üçün aydı faydalıqkən. Məsələn, ağzımı, yaxşı sözlərini sözləşkən, burnumu, sapava eliş üçün, quluqumu yaxşı gəp anlaşın. 5 əzarımın həmin yaxşı görkəm, Allah'ın mənqa həmdə müşündə 5 əzarımın salamət müşündə. Bəginigi sağ salamət, bəginigi mən rəslam. Həmin yaxşı görsüz. Çox minnətdar, köp minnətdar həmdə. Həqiqətən rəhmət etdim Allah'ımla. Şunun üçün həm də Allah'dan bir bolsa ağzımı yaxşı görmən, o yaxşılığını təvsiyə qoyladım mən. Şimdi yani bir sual, kiçigingizde çoğum bolsam da bir iş qilsam degan bir arzularınız bor bo'g'aydi. Şu arzuyingiz nimada eslab baqsangiz? Kichik vaqtimda bir shu mesela çoğun bir sorularda bilgen bir nərslərimni sözləşni. Nima deyib? Natiq bo'lishingdan, natiq deyil, endi natiq shu nutq so'zlashga amroqkan. Shuni o'ylaydim men kichigimda. Ashta bir narsa kallamda turibdi-chu, shunda bir ish qilsam deb. Endi keyingi vaqtga kelganda shu islomiy bilimlarimni bir yetkazadigan bo'lsam, degan bir arzularim shuning bilan birlashib ketdi ham. Lekin endi hozir uningga Allah onunda nasibim yo'qkan o'qishdan, chunki men o darajaga yetmadim endi diniy o'qishdan islom. Lekin endi hozir azroq
almışlar bo'ldu. Başqa kəsblərə Hə, ötüb başqa getdiniz həmdə kəsblər, turmuşununki ehtiyacı səbəbidən həmdə. Şu səbəblərdən aşında bir işlər bilən həmdə planlar var. Həmdə kelgüsü. Xudayım buyursa Allah yetkizgey. Bu çok güzel arzu xiyallarını qilishning ki iş qilib adamga beradigan ruhiy ozuqi, intilish kuchi, ham narsanglik adam aktiv rol bo'ladi ekan, qara uning hargiz passiv rol bo'lmaydi ekan. Hamda o'tmishingizdan bugungacha bo'lgan hayotingizning tirishchanliklaringiz to'g'riliq so'zlashdik. Ham ikkinchi qadamda buningdan keyingi planlaringizni anglab baqsaq bo'lamdi. Bo'ldi hamda az-to'la planlarimiz bor. Şu pişiriqlarimizni biz hamda çayxana nuzugum degan nom bilan ochdik. Hamda pishiriqqa ayrim bir markani oldik yaqinda 6 oyda chiqadi dedi. Bu marka qo'lga chiqqandan keyin hamda uninggacha biz shu mishniki halollik e'tirofnomasini olsizlar. Shuniki ijozatnomasini ilishga iltimos sunib qo'ydik. Markaning ismi nima? Markani Açil deb Açil, Gülla Açil. Açil markası bilan pishirig'imizdan shundan nim qildik. Endi shuni halollik markasini qilganda ular tekshirib o'sha hamma narsa o'zlarining kashtimisi uyg'un bo'lsa antka berdik. Shu yo'lni men endi quvvatimiz saqlayapmiz. Hozir tekshirish bilan qilsa, ag'andan keyin antka shu Türk bazarıqımı, Türklərimi bizniki şu yaxşı yeməkliklərimizni yesi şunda yaxşı gördü. Sağızın bək yaxşı gördü bular. Yaxşı gördü. Yeyib qalsa ular yəni yeydi yegənlər. Lakin şu bırak işçikilenmedi. Ay çok güzel dektemde. Deydi çok güzel, çok tatlı, hafif deydi, yengilken, tatlığı tapacaq. Əzim qımaq. Tuş barmı? Tuşni yesimi şunda yaxşı gördü. Çünki ularni gəlir bək şirnilikdə hamda. Biz onda bolmagan hem tatlıq, hem də onda şirnilik emas. Şunun oy bək yengilken deb bək yaxşı gördü iş qılıb. Biz Türklər bilan görüşkəli basaq, bu qısaq ağaç barımız var indi özümüzə. Tonu tuş nima xiyalımız var. Aştaq şununğa Türk bazarığa azraq bir yüzləndirsək, degan hem kulturimizni, Türk milletini işçiga kirgizиш, hem de iqtisodiy jihatdan kengaytib, bizning Uyg'ur bozoriga setishdan cho'ng bozorda bu bir davlatning bozori bu. Buni yüzləndirsangiz yaxshi-da. Shu hozir qilayotgan ishimizdan shundaqroq bir plan bor. Yaxshi. Endi boshqa planlar bor, ularni asta-asta. Boshqa planlaringizni anglab boqaylik qo'shimcha boshqa. Mesela mavi pişiriqdən ayrım başqa turdaki. O planlarda endi birisi şu bizniki men eng mühim deb özüm eng mühim deb bilgan planlarda bizning qizlarimizga bir iliqi o'zimizning urf odati bo'yicha axloq qoida yusun o'rgatadigan bir markaz yoqimiz bir tarbiyalash o'rni etishni o'ylashdan. Aşta bir joy bo'lgan bo'lsa degan bir arzuyim bor. Chunki bizning shu burundan bizniki miliqi chilabchi qo'lga suv quyib berdik. Abdochilabchidan suv quyish. Sirtdan mehmon kelgandilarmi, sirtdan quyib berdik. Ishdan kirishiga ha qo'lingizni yuvalamsa chiroyli do'nglarni akablam qo'yib. Shu men buni nerdan his qildim desangiz, mana shu bizning do'konga odamlar kelib, hozir burungi bunday yo'l qog'ozlardan surtib bilan o'tiraverdi. Hozir men virus nimasi bo'lgan ekan, bu qo'lni yuvishga bir xil majburiyat bo'lib qolganligi uchun kirib qo'limizni yuvalaylik deydi-da. Lekin o qo'lni yuvish uchun oshxonaga kirish kerak. U ishchiga kirish ham bir xil beabchilik, o'zligim beabchilik bizga shundan bek his qildim bizning shu burundan tortib bu urf odatlarimiz nihoyat bek yaxshi ekan to'g'ri. Hem ilmiy, hem sog'lomlikqa uyg'un, hem hurmat, hem nasi badanga uning mujassam zodi. Shuningga shundaq ishlarni bilmaydi hozir bizniki mana yosh bolalarimiz-chi. O'g'illar bo'lsin tarbiyalasak bo'ldi, ham to'liq qizlar hamda uyning nimasi bo'lgan ekan, masalan, o'tirib qo'yish, tomoq yeyish, va har xil uy ishlari masalan, men narsalarni o'rgatishga biroz ehtiyoji bor ekan deb o'yladim-chi. Masalan, hozir mush gapni desangiz, men his qilyapman. Biz bilamiz, ammo bizning uylarimizda yo'q. Hozir siz degan his qildim. Demisam bir mehmon kirsa, mush virus vaqtida uyga mehmon keldi-ku. Kes, "Ey, qo'lingizni yuvalamsiz" deblam. Onu tazlıq uyuq başlap qoysak bir xil hürmətsizlik. Maçda oyladım. Olar yedi qolunu yuyub çıxdı. Şunu orunda biz abdochilabchilan chiroyli suvni qo'ysa, qo'lini yuyib, kirsa uyga, bunda yaxshi bu yoshlarimiz qilam o'g'itish emas,
Biz şu gündelik hayatımızda biz çoğunlam umumlaştırsak bulduk ya bunu. To'g'ri, shu Aslında bizden kalan bir pakizlik örüp adetini biz bunu taşlap koyuptuk bulup mu hazırkı şu virüs nurgulgan narsani his qildiryapti bizga. Bu güzel örüp adetimizni çoğum tırıldırıp hemimiz Uyghur ailelerimizde bunu umumlaştırsak bo'g'ida shuni ekan. asliga keltirishimiz kerak ekan. Men o'yladim, shu ekranniki hozir endi bek yaxshi bir fikr bo'ldi. Bu endi shundaq men bek xush bo'ldim, zaten ko'nglimda o'ylayotgan ishdi. Shu ekran orqali Uyg'urlarimizga shu burunqi bizniki yaxshi urf Adetlerimizni anlatsak, kösetsek. Masalan, bizga uyga turklar kelsin, boshqa millat kelsin, biz ashta qilsak, bu boshqacha bir bu kultur ekanda. Masalan, hurmat u, shu boshqacha bir pokizlikni suyish deganni kim yaxshi ko'rmaydi? Shu uyimizga endi shaxsan men o'zimni oldi bilan o'zimdan boshlab shu ishni qilaman deb o'ylag'liq endi. Endi ma gapni anglablam, optovchilarchi setish tijorati boshlanib kelsa, mana anglagan ekran oldidagilar, "Oy, optovchilarchi" deb buyurib degan. Lekin yaxshi, mayli, setilib kelsin. Lekin shuni umumlashtirsak yaxshi bo'ldi. Biz qo'llangandan keyin balalarım qo'llandi. O'gitimiz mana shunday ish bu nayti yaxshi pokizlikni deb. Shu endi shunday bir planim bordi. Ana degan yana shu qizlarga endi qandaq ona bo'lish, qandaq qiz bo'lish, oilani qandaq tutish deganlarda bir ayollik tarbiyasi berish bir o'rnini itish. Buning ichida uning bilan birlikda yana sizin qo'lingizda nurg'ulg'an keshta, gul yasash, bu ishlar keldi. Ular bilan birlikda bir az ticari bilimlarni, ya'ni ayollar qilishga tegishli narsani o'rgatsangiz, gul kep, alad qiziqish bo'lib nazariyani o'tgandan uni bir hunarga qiziqtirsak, masalan, gul tika olgan xush bo'ldi degan kanoylarni o'rgansa, "Voy, men tikaldim" deb uni do'stlar so'g'at qilsa, tinchlandim işte qo'lish qilgan keyin har bir narsani tiksangiz bir güzel narsa paydo bo'ldi. Ayni emgak singan ish degan nihoyat güzel. Tikeldigancha xo'shib, havasib, qilolgancha nima bo'lib ketdi? Burumina qarang. Qiz yigitlar muhabbatlashganda jog'liqlarni atroflarini chiroyli to'qib, anaga chiroq yurak so'zlarini yezib yemizda ikkita yuraklarni ishlab ba'zi o'g'illar davomli qilib qo'llayotgan adolab ishlaydi, o'z qo'lida ishlaydi. Har qatim uni chiqarib ko'yganda bir xil qoyillik bor, ham muhabbatni cho'nqurlashtirdi. Bular degan nihoyat esil an'analar qarang. Mesela kızlar özlerinin toyları üçün xüsusilə konvoy yastıqlarını tikidu, konvoy yastıqlarını tikidu, tayyorlik qildi. Çamdalan qat rətli olatıq aşağı ətraflıq reşiliyə işləydi, öz məxsus toyunun tayyorligini qılatdı. Aslında əcirlər bilan tutulğan ailələr boğanlığı üçün ular məzmut turalığan. Çünki əcir bilan kirdi ailə üçün. Demək, şu ayollarga qizlarga ayollik qiziq tarbiyasi berish, ularni ashta qo'l hunar ishlari ko'ndirish, o'gitish deganmi bizning turmushimizga nurg'ulg'an go'zallik, ham sog'lomlik, ham bir xil rangdorlik olib keldi ekan. Shundaqmi? Shundoq. Endi undan boshqa yana bir amallashish oldida turayotgan bir planimiz bordi. Shu xonim qizlar uchun Mesela benim kolumda azraq işler keldi. Lekin bir hadimiz var. Sabiha deb bir hadimiz var. O hadimizning ayollarning ichida mana zakatchilarni ko'rib baxmagan shu hadimizning qo'ldan keldigan ana degan shu turk tavasida bo'lgan qo'l hunar mix qiqish, jiptatib nim qilish, nimani ko'ydirib naqsh chiqarish, yog'och ko'ydirib naqsh chiqarish degandek shuning hammani bildik. Anadagi yana undan boshqa yana bir hunarlari naydi qo'lda kuchli hunarlar bor, mishtaq qarindoshlar bor ekan. Ishlarni biz shular birlashib hamda hisobda shu o'ginaydigichilarga, işte bir narsa bilaydigichilarga şunu ügütüdüğün bir kurs hazırlamakçı bulup endi şunu yolunu mağduk mağanda ançı yardımcı bulaylı degenlerim çıktı. Biroq hazır ma'lumimiz korona endi kasallik sababidan biraz turib turishni qaror tepib endi shu hozircha turib turdik. Endi inshaalloh Allohniki rahmati bilan, barakati bilan Alloh xolisa buni bir amallashtirish bersa, chuqur vujud chiqadi. Shunga bizning bir arzumuz, ishonchimiz chuqur vujud chiqadi. İşte bir güzel işlerini oylasanız yok, ma'lum bir mezgildeki vücut çıktık. Qanday desangiz, bunu özümden bir əməli təcrübəm deb berey. Ben bir yılın aldıda
9-cı ayının 11-ci günü özümün namımda İzbasar, benim kiyimlerin ismim İzbasar mı markam bilsiz. Şu İzbasar namında bir YouTube kanal açtım. Onun şu roman okuyup, yollap, qılğandan keyin bir 2 aylar ötgəndən keyin özüm bilen özümle Çin yürekten Çin sözler degan bir program yol koyup şu turmuş savatları, nikah işleri, aşnaq narsalardan özüm his qılğanlarımni başqalarga bildirdim de. Şoqda men şu Facebook'un Messenger bolsun, şu YouTube kanalının astidagi uçurkildiği yerlerde şunda uçurdan çık tapşırıp aldım. Aşağı dedi ki, bək yaxşı bir söhbət başladınız. Eğer muşni özünüz sözləşdən sırt irqib, misalga mesela ne adamlardan söhbət ötkəsiniz, tıxım anlaşdınız, yuqur bula dedi. Yani ben bunda dedim ki, Xudayım buyursa bir yıl debepme, Xudayım buyursa bir günü qarab durunlar. Şundaq bir ornumuz bar boldikin, şunda bir ornumuz bar boldikin, biz çıkıp söhbət qılmız. Muşu söhbət çıxışını xalığanlarning hammalarning söhbət meydanına ekilimiz. Uyghur dünyasında bar bolgan, muhaciretdeki Uyg'urlarning işinde bar bolgan barliq güzel işlerini təşviq qılmız. Özümüzge işiniş, özümüzün küçeydiş, özümüzün hürmet kılıştek manasını vücudumuzu yetildiriş için bir sahne hazırlayımız ki şu vakitte ben sizden söhbet çakırıp riyasetçilik kılmaya dep desem degen oy maşallah dep get mına qara bir yıl bu mu deyme o gapni degilim da oylap baksam 11-ci aylarda degen gap o mençu 11-ci ay kemidi mına bu eminleşti qara biz aş güzel xiyallarni qısaq buludu diken bulsak eğer o xiyallarımız niyetlerimiz sap bulsa, xiyallerimiz güzel bulsa, başkalarına menfaat yetkizishni asas qilsak, Allah Taala ekan al qulum, qil deb Allah Taala şaroitni yaratib berdi ekan qarang. Bendilerim menden tilemaydi. Tilismen berme deydi. Bu tilak muchu etraflıq buluş gerekki. Mesela bir narsani tilisek, bir narsa ko'nglimizga akkasak, şu xiyolni qilsak, şu bizniki arzuyimiz, bizniki duarımız bo'ldi ekan-chu. Xiyol qilavergan ekan. U narsami shu mukammalroq bo'lish kerak ekan. Mesela bir tal bu to'g'risida bir misol bor. Bilimlikli bir adam bo'lgan bo'lsa, men shuning bilan turmushlik bo'lgan bo'lsam degan bo'lsa, shu bilimi bana bergan, lekin bilimini shu adam amaliyotida ko'rsatmamda u boshqa bo'ldi. Uning tilimiga ishib qoldi ekan. O'qib qoldi ekan. Bilim shu odamning o'zida bor, to'g'ri bilimlik. Lekin shu bilimni o'zining amaliyotida bormi, yo'qmi? Demak, shuning qaraganda ijro qila oldimi uni? Shu duo, niyat bo'lsinmi? Atrofliq, aniba, uning qo'shmani ba. Siz menimda o'ylab qaradim, hamda sizniki shu kallangizda shu narsani o'ylagan chaqdimi? Masalan, ashta bir joy bo'lsa, taxminan hamda hozirgi balki o'zgargan bo'lishi mumkin. Taxminan shunda bir narsa bo'lsa deb o'ylaysiz cho'qim. O'ylayman. Ashta bir so'ralan ko'z oldimga keltirdim. Hozir men o'tiriblar, amalishibdi, maşallah deydiganmiz-chu. Ashta razı bo'lsin. Shu to'g'ri deysiz, o'sha niyatlarni to'g'ri qilmoq, andan oq ko'ngil bo'lish kerak endi. Çünkü niyetlerimiz kalbimizden Allah bilip görüp durğuçi çok güzel niyetlerini kısak amellik aşırı. Siz diyendek abayık işlemine qarang. Uyghur hanım kızlarını terbiyeleş, ulanı hünerlik, bilimlik kılış, hem muhaciret hayatımızda Uyghur diyendek bir milletni ahli bilen, ahlakı bilen, özünün kültürü bilen, o vücudga chiqib, o'tirga chiqib, dünya jamoatchilik tunushtirish degan bu intayin güzel niyet qarang, güzel maqsad. Biz endi tariximizdan faxrlanamiz qarang. Har qatim cho'nglardan angsak, boshqalardan angsak, biz dunyoga madaniyat tarqatgan bir millat deymiz. Ammo shu holatlarimizni biz yani chet elda joriy qildirib, shu madaniyat tarqatgan millatlikka biz varislik qilib mang'alaymiz albatta. Bular shu siz orqali, biz orqali, ekran oldidagi boshqa qarindoshlar orqali vujudga chiqadi. Shundaymi? Yaxshi planlarni tuzib yetibsizlar, ham shu planlarni tuzib Uyg'ur uchun bir ish qilamiz degan shu ayollarimizdimi Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ishlaringizni amalga oshsin. Sizmi? Yani yaxshi bir ajr qilibsiz bu ishlarga. Alloh rozi bo'lsin. Atrofimizga diqqat qilsaqchu, yangi ishlar vujud chiqyapti. Chiqdi ekan bu ishlarchu. Bir soat o'tirib chiqdi ekan, bir soat chiqdi ekan. Ashta qilib Xudoyim buyursa bir yıl oldidagi qaraganda bir yıl keyingi vaqtimizda nurg'ulg'a yangiliklar bor atrofimizda. Shundaymi? Mayli ong jihatdan bo'lsin, mayli bilim seviye, mayli oliy maktabdan bitirayotgan, texnik egallayotgan bolalarda bo'lsin, hamjat bir yükselish bor. Hozir sizning og'zingizdan shunday go'zal planlarni angladim. Bundan keyin yana bundan boshqa bir planlarni qildigan odamlar bilan suhbat o'tkazishimiz mumkin. Ashlar bizga uchur berishi mumkin.
Şunun bilan o'ylab baxmagan narsa bir-birimizga ilhom bo'lamiz, madad bo'lamiz, qo'llaymiz. Shuni biz tasavvur qilmagan go'zal natijalar vujud chiqadi da. İşlerimiz oңushliq bo'lg'ay, natijalik bo'lg'ay. Dildana. Siz bilan shunday yaxshi paranglashdim. Dildana. Barliq qilgan ishlaringiz, burundan yoqi qilgan ishlaringizga Alloh taologa barkat bersin. Buningdan keyingi qilmoqchi bo'lgan ishlaringizga texmi xayrlik bir natijalarni bersin, ham yo'lingizni ochiq qilsin. Amin deganimiz kelsin. Shunday qilib bugungi suhbatimizni Bişet ahırlaştıramdık. Başka gaplarimiz qilib qolsin, keyin deyli. Asta deyişe. Shunday qilib ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar, Dildana xonim bilan shunday ko'ngilli suhbatlashdik. Bugungi suhbatimiz mushargichi bo'ldi. Kelar qitimliq suhbatimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.